Yangi 2026 yilgi Chevrolet Suburban. Bu Amerika avtomobil sanoatining eng yirik va qudratli SUV modellari orasida o'z o'rniga ega bo'lgan mashina. Ushbu model import ko'rinishda yanada zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va yuqori darajadagi qulayliklar bilan taqdim etiladi. Tashqi ko'rinish jihatidan 2026 Suburban yanada aerodinamik shaklga ega bo'lib, old panjara va LED farlar yangilangan. Keng korpus, baland g'ildiraklar va qat'iy chiziqlar unga sportiv va kuchli ko'rinish beradi. Yangi dizayn nafaqat chiroyli, balki yo'l ustida yaxshiroq shamol qarshiligini kamaytiradi. Salon ichki qismi hashamat va texnologiyaning uyg'unligi bilan ajralib turadi. Katta hajmdagi interyer, 3 qator o'rindiqlar, premium teri bilan qoplangan o'rindiqlar va zamonaviy multimedia tizimi, bularning barchasi yo'lovchilarga maksimal qulaylik beradi. 15 dyumli sensorli ekran, yangi Chevrolet infotainment tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan jihozlangan. Texnik jihatdan 2026 Suburban 5.3 litrli V8 yoki 6.2 litrli V8 dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. Shuningdek, yoqilg'i tejamkorligi oshirilgan gibrid varianti ham kutilmoqda. 10 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi silliq va kuchli haydash tajribasini ta'minlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'lni ushlab turuvchi yordamchi, kor joyini aniqlash funksiyasi va 360 kamera tizimi bilan jihozlangan. Orqa yukxona hajmi esa sinfidagi eng kattalardan biri bo'lib, oilaviy sayohatlar yoki uzoq safarlar uchun ideal tanlov hisoblanadi. Yangi Chevrolet Suburban bu kuch, hashamat va ishonchlilikni birlashtirgan SUV bo'lib, 2026 yilda bozorda katta talabga ega bo'lishi kutilmoqda. Import ko'rinishida u premium darajadagi texnologiyalar va yuqori sifatli yig'ilish bilan boshqa raqiblardan ajralib turadi.